Tasavvur qiling tun, osmon yonmoqda va sirenalar to'xtovsiz chalmoqda. Odamlar bo'lsa, eng yaqin metro bekatlariga berkinishmoqda. Bugun sizga Buyuk Britaniyani tarixidagi eng dahshatli fojiani gapirib beraman, ya'ni Blitz. Blitz bu Ikkinchi jahon urushi davrida, ya'niki 1940 va 1941-yillarda Germaniya havo kuchlari tomonidan Buyuk Britaniyaga qilingan to'xtovsiz bombardimonlar. Bu hujumlar 1940-yil 7-sentyabrda boshlangan va qariyb 8 oy davom etgan. Germaniyaning asosiy maqsadi Buyuk Britaniyani taslim etish va eng muhim infratuzilmalarni yo'q qilish edi. Bombardimonlar natijasida maktablar, kasalxonalar va turli muhim infratuzilmalar yo'q qilingan va 30 ming tinch aholi halok bo'lgan. Eng dahshatlisi esa hujumlar asosan tungi paytlarda bo'lgan. Odamlar metro bekatlarida va yer osti yo'llarida berkinishgan. Kunduz kunlari esa doimgidek ishlariga borishgan va oddiy hayotini tashlab qo'yishmagan. Yosh bolalar tinch joyga evakuatsiya qilingan. Bu bizga nimani ko'rsatadi? Shu payti Blitz period degan tushuncha paydo bo'lgan. Ya'niki birdamlik va hech narsadan qo'rqmaslik. Va shu tarix orqali inson ruhiyati har qanday fojiadan kuchli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.